1-yilgacha investitsiya loyihalarida xalqaro korrupsiyaga qarshi standartlarni joriy etish vaqt soati keldi. Burxonov Qudratov To'raxo'jayev yirik auksion shartlarini raqobatbardoshlik ekspertizasidan o'tkazishni yo'lga qo'ysin. Shuningdek, shaffof qurilish platformasi qamrovi oshirilib, xalqaro tashkilotlar loyihalariga ham bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Bu ishlar yo'l qurilishida boshlangan. Hidoyatov 1-yildan bu ishlarni xalqaro moliya tashkilotlari ishtirokidagi qurilishlarda subpudratchilarni yollash va $1 million bo'lgan loyihalardan boshlab tizim joriy qilasiz. Korrupsiyani oldini olish davlat xizmatiga professional va fidoyi kadrlarni tanlashdan boshlanadi. Kadrlarni baholashda eski namunadagi obyektivka degandan voz kechamiz. Ilg'or IT texnologiyalar asosida xodimning malakasi va salohiyati erishgan natijalarini baholaydigan tizimga o'tiladi. Lavozimga qo'yishda xodimning qaysi oliygohning bitirgani yoki qayerda ishlagani emas, qanday bilim tajribaga egaligi va ko'rsatgan natijalari asosiy mezon bo'ladi.